114 bob bobu ahlul ma'ruf fid dunya ahlul ma'ruf fil axira. Bu dunyoda ma'ruf ga ahl bo'lgan, yaxshilikka ahl bo'lganlar oxiratda ham yaxshilikka ahl bo'lishar ekan. Barmatul Asadiydan rivoyat qilinyapti. قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdimki, u zot aytdilar, bu dunyoda ahli ma'ruf bo'lganlar oxiratda ham ahli ma'ruf bo'ladilar. Bu dunyoda ahli munkar, yomon ko'rilgan ishning ahli bo'lganlar u dunyoda ham ahli munkar bo'ladilar degan ekanlar. Demak, mana shu dunyoni o'zida kim kimligini ajratib olish mumkin. Kim ahli ma'ruf bo'lib yuribdimi, yaxshilikni qilib yuribdimi, namozini o'qib, ro'zasini tutib, halol yurib, halol turib, yaxshi ishlarni qilib yuribdimi, inshaalloh oxiratda shu. Bu dunyoda yomonligini qilyaptimi, benamozmi, aroqxo'rmi, zinokormi, ko'rinib turibdi. Demak, oxiratda ham shu. Boshqa gap yo'q. Bu deyotgan gaplar hammasi bir pul. Odamlarning o'zlaricha o'ylab topgan bahonalari-yu, qandaydir egri, qing'ir falsafalardan boshqa narsa emas. Mana oddiy gap. Ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil axira. Ahlul munkar fid dunya, ahlul munkar fil axira. Tamam. Boshqa gap yo'q. Kullun muyassarun lima xuliqa lahu. Har bir banda nimaga xalq qilinsa bo'lsa, o'shunga muyassar bo'ladi. Demak, bu dunyoda yuribdimi shuni, demak oxiratdan shuni bahosini oxiratdan chiqarib oladi. Nima bo'lishini. 222-hadis. Harmala ibn Abdullohdan ekan. Annahu kharaja hatta ata an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fakana indahu hatta arafahu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam. فلما ارتحل قلت في نفسي والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم. فجئته أمشي حتى قمت بين يديه فقلت ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر. ثم رجعت حتى جئت الراحلة ثم أقبلت حتى قمت مقام قريبا منه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكرهه أن يكون لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا. Bu hadisi sharif Harmala ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qilinmoqda. Bu odam Madinadan boshqa yurtda ekan, safar qilib Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzuri shariflariga borib, oldilarida bir muddat turibdilar. Ana shu muddat ichida Nabiy sallallohu alayhi va sallam u kishini tanib qopdilar. Keyin o'zi aytadiki, men qaytib o'zimning yurtimga ketdim. Bu yerda yurib turib o'zimga o'zim aytdimki, Allohga qasamki, yana Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga qaytib boraman, toki ilmim ziyoda bo'lsin dedim. Piyoda yurib u kishini huzurlariga bordim. Huzurlariga borib tik turdim. Keyin aytdimki, menga nima qilishni buyurasiz dedim. Shunda u zot alayhissalom, ey Harmala, ma'rufni, yaxshilikni qilgin, munkar, yomonlikdan chetda bo'lgin dedilar. Men qaytdim, yuk taxtimni oldiga, ulovimning oldiga bordim. Keyin yana qaytib
payg'ambar alayhissalotu vassalomning huzurlariga borib, avvalgiga o'xshab yaqinlarida turdimda, ey Allohning rasuli, nima qilishimga amr qilasiz? Dedim. Shunda u zot, ey Harmala, ma'ruf yaxshilikni qilgin, munkar yomonlikdan chetda bo'lgin. Sani qulog'ing eshitganda yoqimli bo'lgan narsaga nazar sol. Ana odamlar sani haqingda nima desalar yaxshi ko'rasan. Ularni oldidan turib ketganingdan keyin orqangdan nima gaplarni gapirsa senga yoqadi. Ana o'shani qil. O'zingga yoqmaydigan narsalarga ham nazar sol. Bir qavmni oldida o'tirib, ularni oldidan turib ketganingdan keyin sani haqingda gapirganda senga yoqmaydigan gaplar bor-ku, o'shalardan chetda bo'l, dedilar. O'ylab ko'rsam, dedilar Harmala radhiyallohu anhu, mana shu ikki nasihat hech narsani qo'ymasdan o'z ichiga olgan ekan. Shunga amal qilgan odam demoqchilarki, najot topar ekan, yaxshilikda bo'lar ekan. Mana demak, bu dunyoda yaxshilik qilib yashash, yomonlikdan chetda bo'lish juda ham muhim bir ish ekan. Harmala radhiyallohu anhu shu so'ragan narsalari shu. Qandoq qilib yashay, nima qilib yashay demoqchilar. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bunga javobni aniq berdilar. Ma'ruf yaxshi ishni qil, munkar yomon ishdan chetda bo'l. Mana shu holatni yaxshi anglab olishimiz, yaxshilik nima? Bu shariat ko'rsatmalari yaxshi deb aytgan narsalar, qil deb aytgan narsalar, halol deb aytgan narsalar yaxshilik. Shuni qilish kerak. Yomonlik dinimiz ta'limotida yomon deb aytilgan narsa. Yomon, gunoh, oqibati yomon bo'ladi, do'zaxga tushadi, azob bo'ladi, iqob bo'ladi deb aytilgan hamma narsalar yomon, munkar, bulardan chetlanish kerak. Qaysi banda bu dunyoda ma'rufni qilib, munkardan chetlanib yursa, ya'ni yaxshilikni qilib, yomonlikdan chetlanib yursa, ana o'sha murodiga yetadi inshaalloh. Alloh taolo barchalarimizni yaxshilik qilib, yomonlikdan chetlanadigan bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. 223-rivoyat Salmon radhiyallohu anhudan. U kishi aytgan ekanlarki, inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. فقال إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان فعرفت أن ذاك كذاك فما جئت به أحدا قط. Salmon radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, bu dunyoda ma'ruf ahlidan bo'lgan, yaxshilik ahlidan bo'lgan odamlar oxiratda ham ma'ruf ahlidan, yaxshilik ahlidan bo'lguvchidir. Ravi aytibdiki, men buni Abi Osmondan eshitganman, u Salmondan deb aytgan edi, deb ziyoda ham qilib qo'yibdilar. Demak, bu dunyoda yaxshilik qilib o'tgan odam oxiratda ham yaxshilikda bo'lar ekan. Yaxshilik yaxshi, shuni qilmoq mo'min musulmonlar uchun shior bo'lishi kerak.